Jangchilar, qorningni happaytirib, o'qishga borishingni xohlamayman deyapti. Eri. 2-3 kursda o'qiyotgan payti qizini turmushga berib yuboryapti ota. Berimini bo'layapti, homilador bo'lgandan keyin bunaqa ahvolda o'qishga jo'natmayman deyapti. O'qish qolib ketyapti. O'qiyman deb janjal bo'layapti. Men tushunmayman shunaqa ota-onalarga. Nimaga shoshilasiz buncha? Qanday qilib qizingizni o'qiyotgan qizingizni turmushga berishingiz mumkin? Qanday qilib? U o'qisinmi, ilm olsinmi, qaynonani xizmatini qilsinmi, erini xizmatini qilsinmi, uyni ishini qilsinmi, ozgina mana uni ishlatib ish qilinglar, qayerga shoshilyapsizlar? O'tirib qoladi, qari qiz bo'lib qoladi, shunga o'xshagan boyagi eski sarqit gaplarda. Qizingizda ahvol nima bo'ladi endi? Qanday o'qiydi u? Nima uchun azobga tashlaysiz uni? Nima, bizning qizlarimiz hali ilmsiz bo'lib, inkubatorga o'xshab faqat tug'ish uchun yashash kerakmi? Nima sababdan bunday bo'lish kerak? Ilmni olsin, ishlasin, o'zini menini topsin, qidirsin, ozgina pul yig'sin, hayotda fikrini bildiradigan bo'lsin, muomala qilishni o'rgansin. Bolani yoshi ozgina ilm bo'lgandan keyin tarbiya qilishni o'rganadi. Keyin turmushga bersangiz bo'ladi, chiroyli bo'ladi hammasi. Nimaga shoshilasiz? Qayerga shoshilasiz? Baxtsizlik uchun shoshilasizmi? Yo baxtli bo'lish uchun shoshilasizmi?